Do'stim. Kirisa. Tushunmadim. O'rtoq, nimaga? Nimagaligini yaxshi bilasan. Ha, Shuhrat. Basharingga nima qildi? Ha, kecha Behruz bilan ozgina tortishib qoldim. Orqamdan ish qilibdi Krisa. Ke Muzaffar, nima gaping bor edi? Shuhrat aka, men meni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Siz safardaligingizda Behruz akam birovning firmasiga 100 million o'tkazib yubordilar. Mana Bekzodbek, bir oylik hisobot. Bo'ldi, aka, ko'rib chiqaman. Siz qarayvering. Alo. Yaxshimisan? Shuhrat. Voy, keldingmi? Qattasan? Men Namangandagi grill house'daman. Xo'p, men ham kelib qoldim. Bo'ldi, kelaver, shu yerdaman. Qol. Bo'lgan ishlardan xabarim bor. Senlarda firmaning limit to'lgan ekan. Bu pulni meni firmam orqali to'lov qilib berdi. Behruz o'zi shu haqida senga aytdimi? Bu qanday sharmandalik bo'ldi? Gapirmoqchi bo'ldi, lekin gapini ham eshitmabman. Shuhrat, nima uchun masjidda imom saflarda jipslashtiriladi deydi? Sababini bilasanmi? Oraga shayton tushmasligi uchun. Shundoq ekan, senga maslahatim saflarni birlashtir. Oraga shayton sifat odamlar tushmasin. Chunki jipslashgan hamisha yutadi.